Yurtimizda qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash va fermerlar faoliyatini yanada rivojlantirish bo'yicha yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkada joriy etilishi esa ishlab chiqaruvchilarning moliyaviy imkoniyatlarini yanada kengaytirib, agrar tarmoqda shaffoflik va samaradorlikni oshiradi. Bu yangilikni ayniqsa vodiylik dehqon va fermerlar iliqlik bilan kutib olmoqda. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Davlatimiz rahbari joriy yil 4-sentyabr kuni qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish masalalariga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishar chog'ida dehqon va fermerlarga qo'shimcha qulayliklar yaratish, soliq yukini kamaytirish zarurligini ta'kidladi. Shu bilan birga sohada yashirin iqtisodiyot ulushi yuqoriligini keskin tanqid qilib, yetishtirilayotgan mahsulotlarning to'liq hisobda qayd etilmayotganiga e'tibor qaratdi. Mazkur muammolarni hal etish maqsadida esa Xalqaro valyuta jamg'armasi va xorijiy hamda mahalliy ekspertlar ishtirokida soyadan chiqarish bo'yicha yangi mexanizmlar ishlab chiqildi. Unga ko'ra kelasi yil 1-yanvardan boshlab dehqon va fermerlar g'alla hamda paxtadan tashqari mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'idan ozod qilinadi. Bu dehqonlar va fermerlarga nima beradi degan savolga javob beradigan bo'lsak, birinchi navbatda bu qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etishdan farqli ravishda endi dehqonlar va fermerlar o'zlarini realizatsiya qilayotgan mahsulotlariga nisbatan qo'shilgan qiymat solig'ining 0 darajali stavkasini qo'llash va keyinchalik o'sha mahsulotni yetishtirish uchun ketadigan masalan don, urug', elektr energiya, yoqilg'i xizmatlari tarkibidagi qo'shilgan qiymat solig'ini salbiy farq sifatida keyinchalik byudjetdan qaytarib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hisob kitoblarga ko'ra o'tgan yilgi raqamlardan ko'radigan bo'lsak, dehqonlar va fermerlar 300 milliard so'mga yaqin soliq to'lagan va bu soliqlar ularning ixtiyorida qolishi nazarda tutilgan. Yoki Farg'ona viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, Farg'ona viloyatidagi dehqonlar va fermerlar o'tgan yili 12 milliard so'mga yaqin qo'shilgan qiymat solig'i to'lagan va hisob kitoblarga ko'ra shu summalar ular ixtiyorida qolishi kutilyapti. Farg'ona viloyatining Farg'ona tumanidagi sutni qayta ishlash va sut mahsulotlarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan Volida fermer xo'jaligi rahbarlari ham ushbu yangiliklardan mamnun ekanligini bildirmoqda. Unga ko'ra yaratilgan sharoitlar fermer xo'jaligining moliyaviy imkoniyatini kengaytirib, ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi loyihalarni amalga oshirishda katta qo'llab-quvvatlash bo'lganini ta'kidlashmoqda. Shu kungacha biz mineral o'g'it, yem-xashak sotib olayotganimizda QQS to'lar edik. Endi shu qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarib olish imkoni paydo bo'ldi. Bu kelajakda bizga juda ham katta imkoniyatlar beradi. Ya'ni o'sha to'laydigan qo'shilgan qiymat solig'imiz summasiga biz faoliyatimizni kengaytirsak bo'ladi. Mana misol uchun o'tgan yili biz 500 milliondan ortiq qo'shilgan qiymat solig'i to'lagan bo'lsak, bugungi kunda shu 0 stavka belgilandi qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha, ya'ni shu 500 million so'mma o'zimiz yonimizga qoladi. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish mexanizmi saqlanib qoldi. Bu degani mana misol uchun yoqilg'i olsak, kunjara, ya'ni yem olsak, yem xashak biz to'lar edik qo'shilgan qiymat solig'ini. Endi shuni qaytarib olsak bo'ladi. Chindan ham amaliyotga joriy etilgan mazkur yangilik qishloq xo'jaligi sohasiga shaffoflik olib kirib, yirik plantatsiyalar va qayta ishlash korxonalarining ko'payishiga mustahkam zamin yaratadi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun.